boshimda operatsiya qildirganman. Menga qabziyat doktor taqiqlagan. Mumkin bas. Mana boshimga operatsiya qildirganman. Menga mumkin bas edi. Cherepni davlenam bor. Dori ukoli oldim, hech samara bermadi. Yana u boyagidek oshaverardi. 150, 160 ga chiqib ketardi. Ukol olgani sivay kirib ketayotgan joyimda telefon qildim, televizorda ko'rib, men hozir doktor kirishim kerak, yigitlar, shunaqa tavakkaslar dorini ichmoqchiman. Dedim, opajon kirmay turing, hozir yetib boramiz deyishdi. Kelishdi, dorini ichdim, 160 dan sirasi 120 ga tushdi. Mana alhamdulillah. Men ichsam shuni qo'shdi, yengil bo'laman, mazza qilaman. Mana jigarimda muammo bor edi, o'timda muammo bor edi, oshqozon, kuynim ko'p aynirdi, oyoqlarim og'rirdi, namozga umuman oyoqlarimni buklab o'qiy olmasdim. Allohga shukr, mana ancha yaxshiman. Xudoyimga ming qatla shukrlar bo'lsin, ilohim. Ozdim aytmoqchi. 96 kilo. Hozir 72 kiloman. 96 kilo edim. Assalomu alaykum. Avvalambor hammalariga rahmat. Men Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskara qishlog'idan keldim. Ismim Muhabbat. 84-yilman. Men boshimda operatsiya qildirganman. Cherepni davlenam bor. Dori ukoli oldim, hech samara bermadi. Foydasi shu 10 kunga boradi-da. 10 kunda keyin yana u boyagidek oshaverardi. 150, 160 ga chiqib ketardi. Keyin televizorda sizlar ko'rdim. Ko'rib, ukol olgani sivay kirib ketayotgan joyimda telefon qildim, televizorda ko'rib, men hozir doktor kirishim kerak, yigitlar, shunaqa tavakkaslar dorini ichmoqchiman. Dedim, opajon kirmay turing, hozir yetib boramiz deyishdi. Kelishdi, dorini ichdim, 160 dan sirasi 120 ga tushdi. O'zim ishonmadim, qayta o'lchaverdim davleniyani tinmasdan. Lekin boshim qattiq og'ridi, qo'rqib ham telefon qildim. Juda qattiq og'ridi. Keyin telefon qilsam, o'sha surunkali nima joyiz og'riydi deyishdi. Opajon qo'rqmang deyishdi. Juda yaxshi gapirishdi. Opajon qo'rqmang, og'riydi, 1 sutkagacha og'rishi mumkin, sizniki surunkali ekan deyishdi. Haqiqatan 1 sutkaga bormay og'ridi. Juda qattiq og'ridi. Og'riq qoldiruvchilar ichavering deyishdi. Keyin ular ichdim. Allohga shukr. Mana alhamdulillah. Men ichsam shuni qo'shdi, yengil bo'laman, mazza qilaman. Men o'zim yaxshi bo'lganim uchun onamga taklif qildim. Alhamdulillah, mana onam kelyapti. Xudoga shukr, men sizlardan juda ham minnatdorman. Allohimga ming qatla shukr, sizlar menga ro'para qilganiga. Mana jigarimda muammo bor edi, o'timda muammo bor edi, oshqozon, kuynim ko'p aynirdi, oyoqlarim og'rirdi, namozga umuman oyoqlarimni buklab o'qiy olmasdim. Allohga shukr, mana ancha yaxshiman. Xudoyimga ming qatla shukrlar bo'lsin, ilohim. Hamisha ishlaring ilgari bo'laversin. Katta rahmat sizlarga. 10 kun deyishdi, davleniyam birinchi kuniyoq tushdi. Qolganlari o'sha 10 kun, 20 kun davomida foydasini ko'rsatdi. Men dastlab e'tiborsizlik qilib ichdim. Keyin astoydil ichgan kunlarimdan boshlab keyin rosa yaxshi bo'ldi. Qabziyatim yaxshi bo'ldi. Birinchi o'rinda meni qabziyat qiynardi. Menga qabziyat doktor taqiqlagan. Mumkin bas. Mana boshimga operatsiya qildirganman. Menga mumkin bas edi. Shuning uchun birinchi o'rinda shuni bartaraf qildim. Menga shu tomonlama yoqadi. Ozdim aytmoqchi. 96 kilo. Hozir 72 kiloman. 96 kilo edim. Buncha 3 oyda. Endi beparvo ichganlarimni hisobga olsam, 5 oyda ozdim. 72 kilo, 96 kilodan. Juda semiz edim. Hali shifoboshularda bugun samimiyatingiz shifosi bor. Mana shifo bergan uchun mahallam keladi, Oltiariqdan nechta qo'shnilarim kelishadi. Mana oilam kelishadi, xolalarim, hammalari kelishadi.